Assalomu alaykum. Bugungi o'rganadigan ishimiz kompyuterda xotirasi to'lib qolgan bo'lsa, mana bizda C disk mavjud. Bu operatsion tizim joylashgan disk hisoblanadi. Bu xotira to'lib qolishi ehtimoli katta. Misol uchun 7 gigabayt bo'sh joy bor deyapti. Buni oshirish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Eng samarali usullarni o'rgataman. Birinchi usuli shu eng yaxshi usuli bu cmd ni chaqirib olamiz. Pusk R tugmasini bosamiz. Va bu yerda cmd deb yozamiz. cmd. Enter tugmasini bosamiz. Bizda qora oyna ochiladi. Ya'ni C diskka, ya'ni C sistema diskka buyruq beradigan panel ochiladi. Bu yerda Telegram kanalimizda bor, joylashtirib qo'yganman. Hamma kirib o'zi bemalol shundan nusxa olib foydalanish imkoniga ega bo'lgan kanalimiz bor. Kanalimizning linki, nomi video описаниесida qoldiraman. Demak, ushbu birinchi koddan nusxa olamiz. Shundan nusxa olgan holatda mana shu yerda joylashtiramiz. Enter tugmasini bosamiz. Buni asosiy vazifasi vaqtinchalik fayllarni o'chirib tashlaydi. Tempda turgan fayllarni. O'zi aslida tempni ham o'chirishni ham hozir ikkinchi usulda ko'rsataman. Birinchi usulni kodlar orqali o'rganaylik. Ikkinchi kodni ham kiritamiz. Mana shu yerdagi barcha kodlarni kiritamiz. Kiritib oldik. Uchinchi kodni ham kiritamiz. Bu yerda hammasida izoh berilgan, qayerni tozalaydi, nimalar o'chib ketadi. Joylashtirdik. Va biz yashirin fayllar turgan joy yoki bo'lmasa boshqa bir qo'shimcha yig'ib boradigan o'zi linklar mavjud. O'sha linklarni ham o'chirib tashlaymiz. Bu yerda mana fayllarning turlarini tanlayapti. Korzinkani ham tanlab qo'yishimiz mumkin bemalol. Korzinkaning ichidagi ma'lumotlarni ham o'chiradi. Agar korzinkaning ichidagi ma'lumotlar o'chmasin desangiz, olib qo'yasiz. O'chirmoqchi bo'lsangiz, qo'yib qo'yasiz. Ok tugmasini bosasiz. Keyingisi Telegram papkasini tozalash. Telegram papkasini ham tozalab tashlaymiz. Va oxirgisi, ya'ni keraksiz eskiz fayllarni tozalab tashlash. Bo'ldi, bizga tayyor. Hammasi o'chdi. X ni bosamiz. Mana bu yerda uje hali ham qizil turibdi. Buni obnovit tugmasini bitta bossak, yangilanadi. Va bizda xotira hajmi o'zgarish hosil bo'ladi. 3 baravardan oshiqroq xotira bo'sh joy paydo bo'ldi. Endi biz korzinkaga kiramiz. O'chib ketgan fayllar. Bemalol bundan keraksizlarni faqatgina belgilab o'chirib tashlashimiz mumkin. Xohlasak bittalab, xohlasak barchasini belgilamoqchi bo'lsak, mishkani bosgan holatda yuqoriga ko'tarsak hammasini belgilaydi. Yoki Ctrl A tugmasi orqali barchasini belgilaymiz. Shift delete qilsak, korzinka tozalanadi. Yoki bo'lmasa Assisted korzinka qilamiz. Delete bor. Shift delete qilamiz, tozalab tashlaymiz. Endi ikkinchi usulni ko'rsatadigan bo'lsam, bu ikkinchi usuli tempni orqali tozalash. Uning uchun nima qilamiz? Pusk R tugmasini bosamiz, foiz belgisini qo'yamiz, temp deb yozamiz. Va foiz belgisini qaytarib yozamiz. Enter tugmasini bossak, bizga tempni ochadi. Mana temp bo'limi. Ctrl A tugmasini bosamiz, barchasini belgilash. Shift delete tugmasini bosamiz. Shiftni bosgan holatda delete'ni qo'shib bosamiz. 80 ta fayl belgilab bu. Buni o'chirib tashlash uchun delete'ni o'chirmoqchimisiz deyapti. Da tugmasini bosamiz. Demak, ayrim fayllar o'chmasligini ogohlantiryapti. Biz bu yerda Vyполнить tugmasini для всех элементов hammasini o'chiring belgisini qo'yamizda Продолжать tugmasini bosamiz. Va qolganiga Proceed tugmasini bosamiz. Qolgan fayl linklar qoladi saqlanib. Uni sabablarini keyingi darslarga tushuntiraman. Bularning asosiy vazifalari bor. Saqlanib qoladi bular. Har doim tempda turadi. Buni tempda turishini mayli ozgina tushuncha qilib aytadigan bo'lsam, biz ishlatib turgan fayllar, ekran, boshqa jarayonlar yoki bo'lmasa biror bir dasturni ishga tushirib turibmiz. Mana shuni bu oddiygina templari ishlab turganini bildiradi. Tozalandi. Yana bitta obnovit berib ko'ramiz. Bu holatda turibdi lekin.
Agar boyagi birinchi holatni qilmagan holatda shu tempni shunday qilib tozalaganimizda toza bo'lib ketardi. Birinchi qiladigan ishimiz shu korzinkani tozalash, pusk R tugmasini bosgan holatda tempni tozalab tashlash. Bu ikkinchi usuli xuddi shunday bajariladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.